Dam olganicha ketyapmiz. Akalar bilan sekin bozorlik aylanganini ko'rdik, keldik. Obunachilar, bugungi videoni o'tkazib yubormanglar, har doimgizdan boshqacha bo'ladi. Kutilmagan sovg'alar bor, realni. Oxirgacha videoni ko'ramiz. Ko'chmas mulk doim juda ham xavfsiz investitsiya bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Sizlar agar sizlarni Abu Sahida do'koningiz bu biznesingiz bo'lsa, sizlar uchun zo'r yengillik bor. Mana shu liniyani oldidan metro o'tadi. Amerika prezidenti Donald Tramp aytgan ekan, ko'chmas mulk eng xavfsiz investitsiya yo'nalishidir. Ya'ni bu biznesdan siz ham ulush olishga hali vaqtingiz bor. Borig'i bitta pasport evaziga shartnoma qilishingiz va uyni umumiy narxini hech qanaqa foiz qo'shimcha to'lovsiz oyma-oy bo'lib to'lashga olishingiz mumkin. Siz qancha tez kelib, tez shartnoma qilsangiz, siz oylik to'lov imkoniyatini qo'ldan boy bermaysiz. Chunki biz shu oy ichida 26 oygacha bo'lib berish imkoniyatiga egamiz. Keyingi oy keladigan bo'lsangiz, bu raqam 25 oyga, undan keyingi oyga bo'lsa 24 oyga qisqarib boraveradi. Ta'kidlashim kerak, uylarimiz soni cheklangan. Assalomu alaykum, Amerikada O'zbeklar kanali obunachilari, podpischiklari, kirib kelayotgan hayit bayraminglar bilan bugun mana biz ertalab hayitda o'qib, namozda o'qib, mana dachaga ko'pchilik bo'lib hayitlik qilib keldik. Dachada dam olishga chiqdik. Xudo xolasa sizlarga bir dachani ham bir ko'rsatib, obzorini olib o'tamiz, chiroyli qilib. Ko'pchilik kelishgan. Qani ketdik, obzorini qilamiz xudo xolasa. Akalarimiz New Yorkdan kelishgan, mana mashinalari bor. Chicagodan kelgan. Mana bu dacha Allentown degan yerda Pocono degan kichkinagina posyolog'i. Dacha ko'rinishi shunaqa, lekin hozir boshlanishi shunaqa, ko'rinishi chiroyli. Mana yuringlar, hozir ko'rsataman. Bu tarafda shashlik-pashlik qilib nima deydi? Ko'chalarda. Endi hozir kun soviganiga hech kim chiqmadi ko'chaga. Mana bu yerda shashlik qilib oilaviy kelsalar ham bo'ladi, lekin oilaviyga juda sharoitlari zo'r, maza qilib dam olib ketasizlar, xudo xolasa. Jakuzzisi bor aka, issiq qaynayapti, saunasi bor. Xudo xolasa. Sauna aka. Qani ketdik. Ichkariga ham kirib ko'rsataman hozir. O'zimizga dam olyapti. Bismillah. Qani. Kelavering aka. Bolalar dam olishyapti. Oho! New Yorkdan kelishgan akalar. Mana basseynlari bor. Obzorlarini ham ko'rsating. Chiroyli obzorlar. Bularni tanishtiring-chi. Jaloliddin Pensilvaniyadan. Baxtiyor aka, Anvar aka, Ziyodulla. Anvar jo o'ynamayapti. Yaxshi, ketdingmi ichkariga tarish? Ketdik. Kironing aka, mana eshigimday ochiladi aka, mana. Bunday ochiladi. Как bombobeshi bor. Ha, yo'q, bu yog'i juda issiq. Mana bunday yopiladi. Bu yog'i konditsioner, ha. Qulf kalitli. Nimada ochiladi? Planshetda. Xonalarimiz tepada ham bor, pastda ham bor. Akalar o'tirishibdi. O'zimiznikilar hammasi. Qani tepada uyni ham ko'rsataymi aka? Abdul Bironi. Bu yerda mana kim bor ekan? Nabijon.
Tomonlarga kirib olgan xonalari aka. Tualet, sanuzel. Bu yerda ham xonalari bor aka. Mana sal nimaroq endi bolalar kecha dam olib nima qilganim uchun mana shu obzor ham chiroyli, go'zal, yumshoq spalni, televizor hamma yo'q zo'r. Bu kladovka. Endi pastga? Ha, yuravering pastga. Bu yer aka oilaviy kelsangiz, bolalar mana mana golf o'ynashadi. Bu yerda mana qilib dam olib o'tirib, mana detski, kazinolar, mana basketbol detski. Ular shunaqa. Podvalli ham normalniy joylar. Qani yuravering, yana bitta podval bor. Uni sal go'zal kelgan kattalarniki, katta bolalarniki deb qo'yadik. Bezot aka, Bek Vlogs. Shinam ekan-a, zo'r ekan-a ishlar. Zo'r. Bardayon kecha kelganmiz. Kim bor ekan bu yerda? Bu yer Rasul akaning xonasi. Voh! Bunday. Bu yerda ham jacuzzi, nimalarimiz bor? Dush, sauna. Tak. Ketdik pastga, pastni ko'rsataman hozir. Tak, bu yerda Soyib akam uxlab qolibdi akam. Charchab shekilli. Soyib aka. Uxlab qoldingizmi aka? Bilyard xonalari. Ha, bilyard xonalari bor. Kazinolar. Seyflar yutganlar o'sha pulni saqlaydi. Bu yerda ham xonalar bor aka. Izzatullo, uxlayapsizmi aka? Bezot aka bizda. Bular bolalar o'ynaydigan. Mana bu xona ham bor, 4 kishilik aka. Bu yerda ham mana bolalar kelishgan, kecha charchab yo'lda dam olishib sekin. Bu yerda ham xona ham bor aka. Bu yerda ham xona. Hamma yo'q cho'tka aka. Bolalar, ko'pchilik bilan oilaviy bilan kelsangiz, haliga nima deydi, maza qilib, mirg'ib dam olib ketasiz. Tog'ni bo'yida, uncha pastroqda aka, sharshara kelgan qayiqda uchadigan yerlar bor aka. O'ta go'zal yer. Amerikada O'zbeklar kanali a'zolari mana akalar bilan Saydolim aka, Ro'ziboy, Ziyodulla osh bo'lyapti akalar. Toshkent supermarket. Onun bitta g'ishalsiz qo'shishini hozir yutsa, bitta g'ishalsiz bilan blogerni o'zi yutishyapti. Sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Akalar kelgan New Yorkdan. Assalomu alaykum, hormaylar akalar. Tanishtirib o'taman, bu yoq Furqat aka, Bezot aka, Bek Mamadaliyev kanali, Bezotbek, admini bo'lasiz aka. Jonilar bo'lsin. Furqatga taklif qo'yiladi. 600 tadan oshdi aka, 700 ga yaqin bo'lib qoldi. Asosida deb qo'yamiz. Tak, Dilmurod aka, Changizni olib qo'ying. Ro'ziboy. Tak, Kanalingiz nomini ayting. Yo'q, chaynakka olib qo'ygan kanal, Amerikada O'zbeklar kanali. Amerikada O'zbeklar kanali. Mehmonimiz Chikagodan kelgan Bobur Mirzo. Bobur Mirzo. Assalomu alaykum. Tak. Talirxon, Chikagodan kelgan mehmonimiz. Tak. Izzatullo, O'zbekistondan. Yaqinda keldik ukamiz. Ular akani taniysizlar, Rasul aka. Akalar, hormaylar. O'zbekistonda direktor bo'lgan direktor. Atlari Shamsiddin aka. Sizlar edim men. Sizlar
Sirdaryoda. Shamsiddin mana menga qarab. Mikrofonga qarab. Uchab gapiring. Ana siz savolda bu bolaga. Xo'p. Bizda hamma anjalik, bizda hozir hamma viloyatdan bor-da. Mana ko'pchilik Andijonlik, Toshkentlik deyishadi. Yo'q, bizda hammamiz har xil viloyatlardan ahil-inoq bo'lib, aka-uka bo'lib birga osh yeb yuribmiz. Mana akalarimiz Surxondaryodan, Farg'onadan, qolaversa Toshkentdan, Namangandan, hamma viloyatlardan bor. Sirdaryo bu. Sirdaryo. Xorazmdan o'tkilik bor. Hamma viloyatdan bor. Odam ajratish yo'q asosiysi. Hamma birgalikda bir o'zbekmiz, o'zbekistonlikmiz. Amerikada pomidorlarni Amerikada o'zbeklar kanaliga podpiska, like bosib qo'yasizlar. Akalar har kuni prямой efir bo'ladi. Keyin Telegram chatimiz bor. Telegram chatda 20 ta ro'yetda yoniq turadi akalar. Yozib podpiska bosib qo'ysanglar, xudo xolasa ko'rib borasiz. Rahmat, Bezodga rahmat, joningiz sog' bo'lsin, rahmat. Hozir tosh WhatsAppga beradigan davrimiz. Xo'p, o'rtoqlar, bizda bunday narsa bo'lyapti hozir. Bu o'tirishlarimiz boshdan boshlay. Bir kun Mirzoxjon uyda xontaxt olgan ekan, lag'mon qilaman dedi. Shundan boshlandi o'tirishimiz. Lag'mon qildi uyda o'tirish, o'sha navbatda o'tdi-da. Keyin oradan Ziyodulla uyga borib keldi. Ziyodullohni bitta bo'g'di, Ziyodullo osh qilib berdi. Shunaqa navbat olib ketdi. Orada Nabijon O'zbekistonga borib keldi. U ham kelib osh qilib berdi. Keyin orada Izzatullo ukamiz mashina oldi. Prius olganda, "Bu ham akam men bitarayman" dedi. O'yirib undan keyin deputat yaqinda traktor oldi, bitta o'tirish mendan dedi. O'tirdik unga, qarang. Uje hozir undan keyin spiska olib ketdi. Uje spiska Ibrohim, men, Bezod, mana keyin safar Bezod. Yana Azizxon, xullas keyin ashlar ichida bu yoq chiqib qoldi. Bobur Mirzo chiqdi-da, "Akalar" dedi, "menga Bezod qo'yinglar" dedi. "Men dedi ustozimni" dedi. "Trak ustozim bor, anchadan beri niyat qilib qo'yganman. Shuni men qilib bersam, hayitdan keyingi o'tirishni men qilib bersam" dedi bu yoq. Lekin bo'pti dedi-da, hayitdan keyingi piknikni uyushtirdik. Hamma chaqirdik, o'qildik. Keyin chaqirganimizdan keyin o'ylab qoldik. Endi hayitda aytaman, nima piknik boramiz, 4 soat, 5 soat undan ko'ra bitta dacha olaylik. Undan keyin mana Ibrohim sizni masalan Ibrohimning navbati bor. Ibrohimga osh qilib beraman degan joy, men degan joyim bor. Hammanikini qo'shilib to'rttamiz, 4-5 tani bitta pul tashlab turib, dachaga boraylik debdim. O dachaga kelib qoldik. Eng asosiy sababchisi Bobur Mirzo. Endi Bobur Mirzo bilan gaplashamiz. Bobur Mirzo, avvalambor o'zingizni tanishtiring hammaga. Siz kanalimizda siz yangisiz. Men Farg'ona viloyatidanman o'zim. Amerikaga kelganimga salkam 2 yil bo'lib qoldi. Har xil ishlarda ishlab ko'rdim. Men oxirgi to'xtalgan qilayotgan ishim shu trak sohasida boshladim. Hozircha yaxshi. Dalilxon ham ustozim menga ko'p narsalarni o'rgatdi. Rahmat Addushi. Hozircha ishimdan minnatdorman, ko'nglim chiqyapti. Kollektiv bilan, akalar bilan Amerikada o'zbeklar chatida tanishdik, hammasi bilan zo'r. Mana qisqa muddatda hammasi bilan aka-uka deb bo'lib ketdi. Hammasiga Addushi rahmat, zo'r. Endi Bobur Mirzo ustozingiz bilan biz tanishdingiz, o'z bilan tanishdik. Dalilxon mana kameraga qarab bizga qaydan Namangan viloyati Pop tuman Chodar qishlog'idamiz. Daler ismi. Mana shular bilan tanishib, aka-uka bo'lib qoldik. Dalilxon gapi yo'q, men o'ynab beraman dedi. Ular Dalilxon mana o'zimizni eski trakchilardan bu yoq shogird chiqargan. Biz chatimizda Amerikada o'zbeklar Telegram gruppamiz chati bor. Shu chatda hammamiz gaplashib, har kuni guring qilib turamiz. Shu yerda aka-uka bo'lib ketdik. Endi Dalilxon sizga o'zingiz ayting. O'zingiz ayting. O'zingiz aytsin. Endi men aytsam to'g'ri kelmaydi. Surpriz aytaveraman-da endi. Yo'q, akalar bitta ish bo'ldi deylar. Bu endi shu yerda aytilyapti, bu narsa boshqa joyda chiqqani yo'q, o'zimning gapim edi. Endi Mavruda bo'lib qolgani uchun Adopir aka endi aytyapman. Men aka 3-4 kun oldin hayotga o'zimga bitta mashina oldim-da.
Shu akaga bir olib o'tib bir maslahat qilsam, aka zo'r deb maqtadilar. Endi ustozim, endi maslahat qiladigan odamim shu Amerikada. Keyin oradan 2 kun o'tgandan keyin o'ylab qoldim, boshqacha ish qilib ketdi deb. O'shani bir agar qarshi bo'lmasalar, men o'zlariga bir sovg'a qilishni niyat qilib qo'ygandim. Agar qarshi bo'lmasalar aka. Gap yo'q. Gap isboti bilan. Ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi, tashqarida turibdi, audio kuyetdi. Bemalol obzor qilsalar. Tabriklaymiz. Kalti bering, kalt. Mayda quchoqlab bitta nima, bitta. Lekin qo'yinglar. Shogirdlar ko'ringlar, qo'ygan shogirdlar. Duoda bo'lasizga. Qulluq bo'lsin. Dalerxon, yaxshi kunlarga mining. Mashinani ko'ramiz endi. Davay, ketdik, ketdik. Mashina sovg'a qilgani, mashina sovg'a qilgan. Hozir syurpriz. O keladi, nariyadan keladi mashina hozir. Xabarim yo'q. Hey, qarsanglar. Shapalaqlar bo'lsin. Achaga bunday olib kelaymi aytdi. Urib ketmagani men. Dalerxon, anaqa bo'lmaydi, anaqa. Aka, shokdalar. Aka. Marhamat aka. Qulluq olsin, menchi. Men shogirdlarim ko'rsin mashinachi. O'rganib olsin deyman-da. Hamma ham Bobur xo'jadaqa bo'la olmayotganda, lekin malades. Shogirdingizga gap yo'qsiz, malades. Rahmat, addushi. Qani bir chiqib meni ko'rasizmi, ustozi? Bitta meni oling. Qani bitta salonni ko'rib o'tiring, ko'ring. Orqaga nima qilamiz? Yuramiz, orqaga chiqing. Ha. Hali Adobir aka bo'laveradimi aka? Xudo xolasa aka, bu boshlanish aka, inshaalloh aka. Bundan zo'rlari inshaalloh. Hayot davom etadi. Aka bir ko'ringchi aka. Ayog'ini bir ko'ring aka. Malades lekin ustozingizni rosa hurmat qilasiz ekan. Qo'l qoldim. Aka, akam deydi aka. Addushi. Dushevna dushda. Dushevna aka. Malades, mashi. Вообще dahshatli bo'ldim. Aman ham shagird olsin deb biroq. Audi Q7 bu. Q7. O'zbekchasi Q7 ni. Germanskiy mashinalar yaxshi bo'ladi baribir bular, Aka 4 litr. Bular ana tez yurgani bilinmaydi-da, ketaveradi. Aka, uni palaramani ochib olsangiz ham bo'ladi aka. Qanaqa ochiladi? O'zingiz ochingchi endi. Bosing oching aka. Qaysi birada? Ketdi aka. Setkasi ochilmaydimi? Shtora qolib ketdi. Olsa kerak edi. Yo'lga qarayingiz. Ketdi, men kelyapman. Bobur Mirzo. Opa. Dahshatli mashina. Litr ekan dedingizmi nimasi? Ha, 4 litr aka. Benzin ham cho'rsa kerak, tariqan trakchi bo'laveradi. Ha aka. Trakchilarga aka расход problema emas. Malades. Tashlab Ha. Ya bu yetmas.
Qulluq olsin, mashinalar qulluq olsin. Yaxshi kunlarga mining. Aka, endi xudo xolasa mashinalar qulluq bo'lsin aka. Chiroyli qilib oshit qilamiz aka, hozir ichkariga. Xudo xolasa davom ettiramiz. Sizga ham nasib qilsin. Qani davom ettiramiz, kiringlar akalar. Ichkarida qilamiz. Ha, oshdi, go'sht, shashlik. Endiga gal xudo xolasa oshga. Sovg'ani berdi. Oshi ham shogird hisobidan. Ha, muammo emas, xudo xolasa hozir boshlaymiz. O'zi aytdimi, shogird hisobidan hamma yo'q, shogird hisobidan ketyapti. Mana 4 kishi 5 kishini nimasi bo'lyapti-yu, normalniy zo'r. Ketdik, oshti qilamiz, bo'lmasa yuringlar bo'lmasa. Ketdik. Bitta gap bor-ku. Bitta gap bor, o'ltirsa ham osh o'ltirsin. Bu otyaptimi, otmayaptimi bu? Yo, rasmga tushyapsizmi? Hozir mana qay stoyda video qilamiz. Otmayapti deysizmi? Ha, go'zal. Sizga ishonch bor. Men o'qimasmi, mikrofonmi? Hozir Instagram Otmaysizmi uni? Yo, men videoga yozdim. Rasmga tushyapsizmi? Men otamikin deyapman, nimani otarkin, daraxt tushyapmikin deyapman. Mana oshlarimiz ham pishdi. Devizlar guruch. Soyib aka olib kelgan, Andijondan olib kelgan. Devizlar guruch. Qayda yuribsizlar? Amin. Aka, hali salomatlik ko'rishguncha sog' bo'linglar. Begzod aka, Sog' bo'lsin. Izzatulloh. Mayli, bo'ling. Mashinalar qulluq bo'lsin, sog' bo'ling. Yaxshi to'llar ko'rishaylik. Rahmat. mayli ekan. Sizlar bilan hammalarni tanishganimda yana bir marta xursand. Sizlar bilan bo'ldi. Mayli. Xayr olinglar. Mayli, sog' bo'linglar. Ketdingmi o'san? Mayli, sog' bo'linglar. Bo'ldi. Sog' bo'linglar, mayli. Aka qalay ekan, aka yumshoqmi mashina? Zo'r, вообще mazza-ku. Dalirxon aka, ko'pchilikda oldida aka hurmatingizni oshiraman deb aka mashinani sovg'a qilib yubordim. Xudo xolasa aka sovg'a qiladigan darajaga yetay aka. 3-4 kunga arendaga olgan edim aka, mayli 1-2 kun minib turing. Keyin pulini to'lab topshirib yuborasiz aka. Ada buldi muga